Sizlar bilan Zeker va Meker. Hozir Meker tanisha olasizmi? Siz hayyo salom hammaga. Sizlarga bugun yaxshi kontent qilishga harakat qilamiz bugun. Xullas kartaning nomi Escape Room 2. Birinchisini o'tkazmoqchi edik, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra afsuski o'tmadi. Qani ekranlarga yaxshilab joylashib oling va bizga o'xshab stullarga o'tirib oling. Shuni bu chekka ham o'tirib bo'laveradi. Ana bo'lmasa biz ijodni boshladik. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bu xonadan qochish. Mening rejam bo'yicha mana bu eshiklarni ochish kerak. Men shunaqa deb o'ylayapman. Eshikni qanday ochamiz? Qulflangan. Xo'sh. Mana dastaklarni sindirish kerak, ammo sindirish iloji yo'q. Nimaga bu yerda? To'xta. Bundan boshqa narsa yo'q-ku bu yerda. Ya, rasmda ichiga kirib bo'larkan. Rasm? Qaysi rasm? Yo'q, pris. Nima bor ekan? Yo'qmi, 64 idish. Men olaman shuni. Shuni tashib ber. Urma. Yarmini tashib ber. Bul. Tashmading-ku. Sen yerga tashiding. Endi bu bilan nima qilaman? Rasm buzib qo'ydim. Hech qisi yo'q, man. O'tirsa qilmaymiz. Men rechaklarni bosib ko'rishga qilaman. Hammasini bosib ko'raman men. Qoch. Hammasini qilamiz. Nima bo'ladi endi? Demak, bitta rasmda bormi, qolganlarida ham bo'lsa kerak. Bu nima? Nima qilaman? Bitta yoqib ko'rchi. Qoch. Tushib tur. Hozir bo'lish kerak. Balki algoritm bordir. Balki tushunmadim. Ey, bekor, men bular suvni olib qo'yding, joyiga qaytarib qo'y. Qo'y bularni. Turish kerak. Qo'y. Hey, tappalasini chiqarding. Nimaga qo'shilasan? Pistaqning aka. Pista. Xo'sh, nima qilish kerak? Hech narsaga tushunmayapman. Men bularni qandaydir uslub bo'yicha yoqish kerak. Men eshikka qarab tushunmadim. Eshik ochilsa edi. Azortorlar to'rchanslar tomog'imiz ozgina bo'g'ilib qoldi. To'rchanslar. Kontent qilishdan to'xtamaymiz, xudo xohlasa. Xo'sh, nima qilish kerak? Balki. Nima qilish kerak? Mabiqlarga to'p chiqamizmi? Chiqamiz kerak. Ishini sindirib oldingmi? Sindirsa bo'larkan ishini. Yo'q, qilonchilik qilgan bo'lamiz. Biz g'irrobchilik qilishga qarshimiz, to'g'rimi? Yo'q. Men bitta Maymun ochildi. Ana. Tushib qoldim. Yo'q, ochildi. To'xtang, qarang, men bildim. İçine düş. Yo'q. Parhezga tush. Ochildimi? Yo'q. Ochildi. Voy. Qorong'ida qolib ketdim. Menga tapiq. Bu nima qilamiz? To'xta, menga tapiqmi? Eslarning bor-ku, suvlar to'ldirib ol. Hammasi kelib qolishi mumkin. Bitta nima qilishni bildim. Nima qilish? Qarang, bunday olasiz-ku. Bitta suvni bu yoqqa qo'yasiz. Tushunarli. Suv shunga kerak bo'lgan ekan. Lekin bu qilma. Menga tapiq qilib urganmisan. To'xta. Nima qilish kerak bo'ldi?
Bizamanmış. Labirint menimcha bir. Nima qilish kerak? Meni oldimga tepa qilgin. Bo'ldi, eshik ochildi. To'xtang. Yo'qlamizda. Eshik Bo'l, ochildimi? Ha, orasiga surib olaman men. Bo'l. Yo. İçine su qo'yishing kerak. Yo'q. Men sen oldinga tepa qilaymi? Hozir men sen oldinga tepa qilaman. Sen kirib ketasan. Keyin ha, mana. Uzr. Qara. Men turaman, hozir kirasan. 1, 2, 3, kir. Qildim. Men hozir oldinga yana tepa qilaman. Mana teleport. Bo'ldi. Do'stlar, hozir biz labirintdamiz menimcha. Kirish joyini esingizdan chiqarib qo'ymaylik. Bu qayerdan kirdik? Nima sen? Voy. Ha, bo'ldi. Mashdan kirdik. Men boya banditlarni tekshirib ko'rdim. Bu bet labirint. Xo'p, men nima deyapman? To'xta, men labirintlardan o'tish yo'lini bilaman. Men ham. To'xta, men bosh bo'yicha o'ng qo'lni chekiga qo'yib, aylanib, mana qilib. Anasida qo'limiz mana deganing bo'lsak, do'stlar, sizlar ham labirintga tushib qoladigan bo'lsak, boshlanish nuqtadan qo'llaringizni tekizib, mana qilib, qo'llaringiz uzmagan holda yurasizlar. Ha. Mana qilib boramiz. Qo'lim tekizmasin, baribir mana shunaqa qarab kelaman-da. Hop. Ana. Qorong'ilik qilyapti. Mana qasdan. Men butun tegib o'tsam baribir. Iltimos kommentariyada obuna bo'l deb yozib qo'ying va o'zingiz ham obuna bo'lib qo'ying. Buni sizning kommentingizni o'qigan odamlar obuna bo'lib olishadi. Ha, men topdim. Ha, aytgandim-ku, men usulim ish beradi. Ichga kirsin bo'ladi. Ay, men yonibman. Bo'ldi. Bo'ldi. Stop. Bo'ldi. Ula, men topdim. Zo'rg'a. Ha, taktikam qo'lladim. To'xta. Hop, uni oldim demak. To'xta. Atrofga yaxshilab yetib o'rlik. Nima bu? Ha, bilamiz. Xo'sh. Nima? Balki mana ichidagi suvni olsak. Ha, mana aqlliman. Menga yeyman. Iltimos kommentariy. Qarachi, zegergeni deb yozinglar. Hammasi men shunaqa qilyapman. Yarchuman. Qarachi, mavzuning chetiga chiqmagan qoldi. Xo'p. Nima qilish kerak bu yerda? Bu menimcha juda ham qiyin. Eng qiyin mana shu bo'lsa kerak. Bizni qo'limizda suv bor, to'g'rimi? Demak, mana shu suvni ham ishlatishimiz kerak. Meni qo'limda qog'oz bor edi. Men uni pechkani ichidan oldim. Xo'p, to'xta. Mana bu yerning eshigi ochiq. Demak, menda reja bor. Yo'q, qo'yib bo'lmayapti. Yo'q. Balki birinchi xonlardan mandir olish kerak bo'lgandir. Men bu yoqqa suvni qo'yib ko'ring. Suvni qo'ysam, mana bu eshik yopilib qoladi. Nima qilish kerak? Nima? Balki mana bu yoqqa yo'q. Bekorga qo'ymagan. Sindirib ko'ramiz. Yo'q. Quromchilik bo'ladi. Ha. To'xta. Kelishishni tushunmadim. Balki o'yinning oxiri mana shu yerdir. Yo'q. Bo'lishi mumkin-ku. Hop.
qanaqasiga axir? Nima qilish kerak? Cho'chib ketdim ekan. Sindirsa bo'lar ekan. Stop, balki mana tagida nimalardir bordir. Yo'q. Yo'l topdim. Qoyil. Menga nima? Bitta narsani topib qo'yib endi voyda. Abo, biz tezda yutib qo'ydik. Yutib qo'ydik. Mana. Yutish. Qaytaring degan. Ha, do'stlar, bugungi videomiz mana shu joyda tugaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha yana videolarni sifatli kontentlarni qilishda davom etamiz. Sizdan birdan like, obuna va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Shunday videolarimiz chiqqanda birinchi bo'lib sizlar ko'rasiz. Aytgancha bu modni Telegram kanalimizga tashib qo'yamiz. Aktivni yig'ib turing va go!